Bilasizmi, 19-asrgacha koreyslarning ism familiyasi bo'lmagan. Bugungi kunda Koreyada har bir inson ism va familiyaga ega, ammo bu tizim tarixan har doim ham shunday bo'lmagan. Aslida 19-asr oxirlariga qadar Koreyada ism va familiya masalasi butunlay boshqacha edi. O'sha davrlarda familiya faqat aslzodalarga tegishli imtiyoz hisoblangan. Oddiy xalq esa familiyasiz yashagan, faqat ism bilan chaqirilgan. Yana bir muhim jihat, qadimda Koreyada ayollarning o'rni ism tizimida ancha cheklangan edi. Hatto aslzoda oilalardagi ayollar ham rasmiy ismlarga ega bo'lmagan. Ular ko'pincha familiyasi va urug'ini bildiruvchi pon deb atalgan. Rasmiy hujjatlarda esa ayollar mustaqil shaxs sifatida emas, balki falonchining qizi yoki pistonchining xotini sifatida qayd etilgan. Kundalik hayotda esa ularni ko'pincha farzandi orqali, masalan, falonchining onasi deb chaqirishgan. Faqat 1909-yilga kelib vaziyat tubdan o'zgargan. Shu yildan boshlab Koreyada barcha fuqarolar, erkak va ayol, yosh yo qari, majburiy ravishda ism va familiyaga ega bo'lish belgilangan. Bugungi zamonaviy koreys ism tizimi aynan shu tarixiy jarayonlar natijasida shakllangan. Bundan da qiziqarli, foydali ma'lumotlar uchun sahifalarimizga obuna bo'ling.